Istanbulga borganmisiz? Ismaloqli go'zlamadan yeb ko'rganmisiz? Bugun sizga ismaloqli hamda sirli go'zlama retsepti bilan keldim. Ikkisi ham bir-biridan tatli bo'ladi. Iftor dasturxoniga bugunoq tayyorlab ko'ring. Birinchi bo'lib ismaloqlarni yaxshilab yuvib olib, xamir qorishni boshlaymiz. Idishga sut quyamiz. Turmuk sutlari tabiiyligi hamda qulay qatog'i bilan menga juda ham yoqadi. Tuz, ichimlik sodasi, o'simlik yog'i solib aralashtirib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, xamirimizni tindirish uchun olib qo'yamiz. Mazali eriuvchan turmuk sirini qirg'ichdan chiqazib olamiz. Qurigan ismaloqni mayda qilib to'g'rab, sir, murch solib aralashtirib olamiz. Xamirimiz qancha ko'p tinsa, yoyilishi shunchalik oson bo'ladi. Tingan xamirimizdan zuvalalarni yasab, yoyib olamiz. Yupqa qilib yoyilgan xamirimiz ustiga eritilgan sariyog'dan surtamiz. Ismaloq hamda sirni yupqa qilib yoyib, ko'rsatilgandek qilib chetlarini bo'kib olamiz. O'rtacha qizigan tovada ikkala tarafini quruq tovada pishirishni boshlaymiz. Biroz qotirib olgach, yaxshilab sariyog' surtamiz. Ro'zadorlar ehtiyot bo'ling, shunaqa hidi dimoqni yoradi. Mazali go'zlama shu tartibda pishirib olinadi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.